Respublikamizning barcha hududlarida bo'lgani kabi qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navruz degan ezgu shior ostida Farg'onada ham yasharish va yangilanish fasli Navruzu olam katta shukuh bilan nishonlandi. Shu tanavar eskidan qadriyat yoshlarni bir-biriga yetib borishi, mehr oqibat, qo'shiqdagi ezgulik o'sha tanavarning butun boqiy hayotga ildam qadam qo'yayotganini ko'rsatadi. Bu asrlar osha bu kuylarimiz, milliy kuylarimiz yetib borib yoshlarimizga bir chiroyli ma'naviy oziqa beradigan umiddaman. Farg'ona shahridagi Yangi O'zbekiston massivi bugun bahorni sog'ingan tanti va mehnatsevar farg'onaliklar hamda uning mehmonlari bilan gavjum. Faslni hamisha o'zgacha tayyorgarlik bilan qarshilaydigan viloyat ahlining yaratish ishtiyoqi, obodlikka bo'lgan mehr va muhabbati ushbu so'lim maskan eko shaharning basavlat qiyofasida ham namoyon. Mana shu hozir qizlarim bilan birga mana shu dargohda turib, O'zbekistonda bahori naqadar go'zalligini, odamlar naqadar saxovatli va saxiy ekanligini ham bir ko'rib turibmiz. Chunki mana shu zaminga ixlos bilan, mehr bilan qadalgan cho'pdan bog'lar barpo bo'lishi mumkin. Bugun mana shu insonlarning jasorati, matonati bilan bugun O'zbekistonda bunyodkorlik ishlari shunchalik keng quloch yoyganki, shularni ko'rib turib, mana shu yurtda bir oddiy bir fuqaro sifatida yuragingni faxr iftixor to'ldiradi. Ayniqsa milliy qadriyatlarimizdan biri bo'lgan shu Navro'z arafasida qilingan barcha niyatlar ijobat bo'ladi deyiladi. Bugun har bir yurtdoshlarimiz qalbida faqat ezgu niyatlar. Eng avvalo yurtga tinchlik, xonadonlarga fayz va barokat, tanimizga sihatlik, ko'ngillarga xotirjamlik va har bitta ota-onaga farzandlar kamoloti, bizga o'xshagan shogirdlarga esa ustozlarga shogirdlar kamolotini ko'rish baxtini tilab qolamiz. Navro'z barchaga muborak bo'lsin. Navruz bayramlarini aynan shu manzilda o'tkazilishida ham chuqur ma'no bor. Bugun inson qadr ustuvor islohotlar asosida amalga oshirilmoqda. Viloyatdagi barcha shahar va tumanlardan tashrif buyurgan hunarmand va tadbirkorlar uchun maxsus bayram pavilyonlari tashkil etildi. Bahoriy taomlar, milliy liboslar ko'rgazmalari mehmonlarga haqiqiy bayramona kayfiyatni ulashdi. Navro'z bir yangilanish, bir ko'kalamzorlashtirish bayramda bu Navro'z. Mana bizning mahallalarimizda, viloyatimizda mahallalarda Navro'z bir oy oldindan boshlangan. Sumalaklar solindi. Mana mahallalar obod bo'ldi, ko'kalamzorlashtirildi, daraxtlar ekildi. Har bitta xonadon, har bitta ko'chalar obod qilindi. Gullar ekildi. Mana shu Navro'z bayramiga o'zgacha shukuh bilan tayyorgarlik ko'rildi. Sumalaklar bo'ldi. Yurtga mana ehsonlar tarqatildi kam ta'minlangan oilalarga. Bular hammasi mana shu yurtimizning tinchligi, xalqimizning farovonligidan darakdir. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Sharqona yangi yil qadriyatlar tantana qilgan ayyom Navruz, mehr oqibat va saxovat bayrami sanaladi. U Qahratondan eson-omon chiqqan yurtdoshlarimizning shirin diydorlari bilan yanada qadrli. Bu yilgi Navruz bayramlari yurtimizga o'zgacha shukuh olib keldi. Buni ushbu muhtasham manzilda to'plangan yurtdoshlarimizning yuz ko'zidagi quvonch va shukronalikdan ham anglash mumkin. Mana bugun biz Farg'ona shahrimizda yangi barpo etilgan eko shahar maydonida ko'tarinki ruhda o'tkazilayotgan Navro'z ayyomini biz o'z nonlarimiz bilan yasagan, yopgan nonlarimiz bilan ishtirok etyapmiz va xalqimizni xursand qilyapmiz. Farg'ona shahrimizga tashrif buyurgan turistlar, mehmonlarni xursand qilyapmiz. Yangi O'zbekiston massividagi amfiteatr bu yil birinchi marotaba Navruz bayramlarini qabul qilmoqda. Bayramni viloyat hokimi Xayrullo Bozorov ochib, barcha yurtdoshlarimizni bayram bilan samimiy muborakbod etdi. U yasharish va yangilanish fasli bo'lmishi bahor, unga hamohang nishonlanayotgan Navruzni farg'onaliklar katta va salmoqli yutuqlar bilan qarshi olayotganini alohida ta'kidladi. Farg'onaliklar azaldan milliy
milliy qadriyatlarni chuqur anglagan va ularga alohida hurmat bilan yondashgan xalq. Buni bo'lib o'tgan bayramlarda ham yaqqol ko'rish mumkin. San'atkorlarning bahorni tarannum etgan kuy-qo'shiqlari va go'zal raqslari bayramga yanada xush kayfiyat bag'ishladi. Bahodir Maqsudov, Dostonbek Allomov, Ovozi informatsion dasturi uchun Farg'onadan maxsus.